Hech qanday g'ayritabiiy jinlar, maxluqlar va sehr jodu mavjud emas. Ishonchingiz komilmi? Bu kutubxona. Bizning maqsadimiz sehrli buyumlarni himoya qilish. Ular sizga o'xshagan yovuzlarning qo'liga tushib qolmasligi kerak. Qoyil maqom. Qanchalik xavfli vaziyatda ekanimizni anglamayapsizlar. Shunchaki tunnelda o'tirib maxluq kelib bizni o'ldirishni kutamizmi? Mayli, yo'q. Shunchaki rejamiz qandayligiga aniqlik kiritmoqchi edim. Kutubxonachi. Meni aqlim siznikidan ustunroq. Olima. Bu juda ham xavfli, qiziqarli, lekin juda xavfli. Bloger. Endi menda sehrli kutubxonadan video bor. Ishonching komilmi? Qo'riqchi. Tashqi dunyoni sehrdan himoya qilishimiz kerak. Sizda bu dunyoni qutqarib qolish imkoni bor. Xo'sh, rozimisiz? Kutubxonachilar,